To'qimi shigarlashlar davom etdi. Hozir sizni Halloween pechenyesin pishirishga öğreten. Bizga kerak bo'lajak 120 gram un, 115 gram sıyır moyi, 200 gram shakar qimi, 100 gram kakao, 100 gram sulu yormasi, 100 gram M&M's konfetlari, 1 yumurta, 4 shey qoshiqi tuz, 1 shey qoshiqi qamir yumshatqich. Eritilgan otlanma bilan shakarni birga qo'shib bulg'atamiz. Şuna bir yumurta, un, kakao, sulu yormasi, qamir yumshatqich qo'shib, borasin birga yaxshilab bulg'atamiz. Kichkina shorshiqlar yasab, üstün M&M's bilan bezaymiz. 180 gradus jiloliqdagi duxovkada yaqincha 15 minut pishiramiz.